ichingiz qotmasligini istaysizmi? Umuman mana shu ichki faoliyat hammasi chotgan, ichaklaringiz chiki soatday ishlashini istaysizmi? Yosh bolalar, hattoki chaqaloqlarni ham istaysizmi? Baraka topkur. Qo'ldan qilingan olma sirkasi yoki slivami shunga o'xshagan qo'ldan tayyorlangan nimaniki emas, do'kondagi emas. O'shani olib ichinglar. Yosh katta odamlar bir osh qoshiq ozroqgina suvga aralashtirib iching, baraka topkur. Ovqatdan oldinmi, ovqatdan keyinmi iching, umuman ichingiz qotmaydi, xudo xolasa. Yosh bolalarga kerak bo'lsa tomchilab ichiringlar. Mana shu 3 oylik chaqaloqni tomchi. Tushundingizmi? Bu sutga bironasi tomchi suvni iching, shuni tomchilab. Kattalarga sal yosh kattalarga choy qoshiqda 3 dan 1ni beringlar. Ichlaringiz shunaqa mazza keladi, o'ylamang. Tushuntira oldimmi? Buni kelishdiga Clever. Uni qarang. Shu yerda o'zida bir to'da giyohlar bor. Mana mana yuvib tozalab quritib, bir osh qoshiqni 200 gramm damli ichimlar kamqonlarga, keyin ayollar klimax davr bo'ladi. Anaka qon tomirlarini ochadi, qonni suyultiradi. Clever lugovoy deyiladi. Mana o'sib yotdi. Yig'ishtirib olinglar. Mana lapuh, ya'niki qari qiz deb mana uni aytadi. Ko'p narsa, juda ko'p narsaga foyda. Xo'p, tengda aytganda qiling.